Uchinchi mavzumiz tirik organizmni o'rganish usullari, ya'ni metodlari haqida gaplashamiz. 4 xil metod bor. Birinchisi kuzatish, keyingisi taqqoslash, keyingisi tarixiy va oxirgisi tajriba usuli hisoblanadi. Birinchi metod haqida gaplashsak, kuzatish usuli bu eng qadimgi usul hisoblanadi. Qadimdan odamlar tirik organizmlarni kuzatib, o'rganib, ular haqida ma'lumot to'plagan. Kuzatish bu eng qadimgi usul. O'sha qadimdan insonlar tirik organizmlar haqida ma'lumot to'plashgan. Kuzatish usulida tirik organizmga xavf bermagan holda ular kuzatib o'rgangan. Hozirda ularni uyasining oldiga kameralar qo'yish, chiplar o'rnatish usullari paydo bo'lgan. Keyingisi taqqoslash usuli. Taqqoslash usulida ikkita tirik organizm bir-biriga taqqoslab o'rganiladi. U bir xil organizm bo'lishi mumkin, faqat turli joyda, turli sharoitda yashayotgan yoki turli xil organizm bo'lishi mumkin. Masalan, ikki xil organizm taqqoslayotganimizda ikkalasi ham tirik organizmligi, ular kislorod bilan o'xshashligi, nafas olishi o'xshashligi mumkin, lekin yashash sharoiti, muhiti, oziqlanish turi bir-biridan farq qilishi mumkin. Shu taqqoslash usuli hisoblanadi. Xo'p, keyingisi tarixiy usul. Tarixiy usulda qadimda mavjud bo'lgan hayvonlar yoki tirik organizmlar hozirgida mavjud bo'lgan tirik organizmlar bilan solishtirib o'rganiladi. Bular asosan qazilma holda uchraydi. Qadimda mavjud bo'lgan hayvon tirik organizmlar. Masalan, paleontologlarning fikricha, otlar qadimda kattaligi tulkidek keladigan yirtqich hayvonlardan kelib chiqqan va keyinchalik ularda tuyoqlari paydo bo'lgan, oyoqlari uzunlashgan va o'tlar bilan oziqlanishga o'tib, o'txo'r organizmlar qatoriga qo'shilgan degan fikr mavjud. Xo'p, keyin esa tajriba usuli yoki eksperimental usul hisoblanadi. Tajriba usulida tirik organizmda yashashi uchun qulay sharoit, muhit yaratib beriladi, bitta o'sishi, rivojlanishi uchun sharoit yaratib beriladi va undagi kechadigan o'zgarishlar kuzatib o'rganiladi. Masalan, oq atirgullarni rangli suvlarga solib qo'ysak, oradan 2 soat o'tgandan keyin tekshirsak, undagi yaproqlari, ya'ni gul tojliklari turli ranglarga kirib qolganini ko'rishimiz mumkin. Va tajriba usulining ahamiyati o'rganilayotgan organizmni yanada chuqurroq o'rganishga imkon beradi. Masalan, dars o'tayotganimizda bolalarga barg, masalan, mana shu ko'rinishda bo'ladi. Va barg, bandi, bunisi yaproq va bularni tomirlari deb o'rgatsak, unda deylik 40-50% gacha esda saqlab qolishi mumkin va ko'chada xuddi shu narsani ko'rganda barg deyish ehtimoli bu 50-50 yoki biladi yoki bilmaydi. Lekin unga bitta bargda yurib kelib, o'simlikni bargini yurib kelib, qo'liga ushatib, mana shu barg mana endi bandi, orqasini o'girsang tomirlari yaxshi ko'rinadi, bu yaproq va asosan yashil rangda bo'ladi deb o'rgatsak, uni esda saqlab qolish foizi bu deyarli 90-100% ga teng bo'ladi va bitta ko'chada xuddi o'sha narsani ko'rganda bu bargligini biladi. Shu 3-mavzu shunday bo'ladi.